bugun eng oson challenge'larimiz bo'ladi. Agar shu challenge'lardan bolalar o't olsa, yutishadi. Demak, bolalar 3 xil challenge'larni bajarish kerak bo'ladi va har bir shartda yutgan jamoa esa 1 ballni qo'lga kiritadi. Endi bolalar komanda qolishligi kerak. Komandaning nomi bo'lishi kerak, обязательно. Komandaning nomi Temuriylar. Benom. Chap tarafimda Benom komandasi va o'ng tarafimda Temuriylar. Bolalar, komandaga bo'lib oldinglar. Birinchi shartga tayyor bo'lsanglar, unda let's go. Tayyormiz. Birinchi shart quyidagilardan iborat. Bolalarga 4 ta maxsus kvadrat chiziladi va yarim soat vaqt beriladi. Qaysidir jamoa vaqti oldin chiqib ketsa, o'sha jamoa yutqazadi va men har 10 daqiqada bolalarga shartlarni qiyinlashtirib boraveraman. Bolalar, joylarga joylashib oldinglar, to'g'rimi? Tayyormisizlar? Tayyormiz. Unda vaqt ketdi. Ikkala boraymi? Shunday komanda. Aytib qo'y. Romli kerak emas. Sizlar hozir tashab qolsangizlar komandaga, nazarga qochib qoladi. Qo'llaringizdan kelmaydi. O'zinglarda bo'ringlar. Demak, bolalar roppa-rosa 10 daqiqa turgandan keyin men shartni yanada qiyinlashtirdim. Xullas, bolalar 10 minut o'tdi. Kayfiyat yaxshimi? Endi hamma o'tiradi. Chap qo'linglarni ko'taringlar deb. Voy. Demak, sizlarga omad. Oldinda hali bizda 20 daqiqamiz bor. O'shaning uchun bolalar turilishadi keyingi shartgacha. Ko'rdik. Qo'lni tushirish mumkin emas edi. Xo'p, bilmagandim men. Sen qo'lingni tushirib yording, o'shaning uchun o'rninglar turib. Ana endi Benom komandasidan bizni bir ishtirokchimiz tark etadi. Sizlarni qaranglar, shartlar keskin o'zgarib ketyapti. Lekin o'z bunaqa shart yo'q edi. O'shaning uchun hozir bolalar mana shartni o'ynashdan oldin tez bizga obuna bo'lib qo'yinglar va like tugmasini bosib qo'yinglar. Keyinlari bundan ham qiziq bo'ladi. Tayyormisizlar? Nechigacha o'ynayapsizlar? 3 gachami? Yoki sal yoki bu chiqadi. Tayyormisizlar? 1 2 3 ket. Don sik. Don sik. Robert. Don sik. Kuber. Yo, yutdik. 3 gacha edi. Kuber. Bu sensatsiya. Bitta ishtirokchi, ya'ni 3 ballni olishi kerak edi, lekin unaqa bo'lmadi. O'shaning uchun bu ishtirokchimiz o'yinimizni endi tark etadi. Tamam, ishtirokchilar, oradan 20 daqiqa vaqt o'tdi. Tursanglar bo'ladi. Endi shartni yanada qiyinroq qilamiz. Chap oyog'i va o'ng qo'lini ko'tarib turishligi kerak bo'ladi 10 daqiqa. Bo'lmasa vaqt ketdi. Bir daqiqa vaqtingiz qoldi, lekin bolalar sabrli bo'lib turishib qali ham. Oxirgachami dakansami? To'ta ishonch borgan sari so'nib boryapti. Hoppa. Yor. Tushdiki, qo'l tushdi. Qo'l tushdiki, aka tushdiki, qo'l. Hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar, biz kadrlarni ko'rdik va biz shu qarorga keldik. Ikkala jamoalar ham bal olmaydi. Bu shart esa nichiya bilan tugadi. Bo'lmasam ikkinchi shartga go! Ketdi! Demak, ikkinchi shart juda ham oson. Yoshligimizda hammamiz ko'z urishtirish o'yinini o'ynaganmiz. Bu shart aynan ko'z urishtirish sharti bo'ladi. Yutgan jamoa esa 1 ballni qo'lga kiritadi. Bolalar, tayyormisizlar? Da. Unaqada 1 2 3 Bu joyda Shahzodbek ishtirokchimizni ko'zlari yumilgan edi, lekin biz kameramiz bir dona bo'lganligi uchun ko'rsatib bera olmadik. Agar siz bizni qo'llab tursangiz, keyingi challenge'da ko'proq kameralar bilan ishlaymiz. Tayyorsizlar? 1 2 3 ketdi. Demak, hozir Benom guruhi 1 ballni qo'lga kiritdi. Yes! Endi bo'lsa 3-shartga go! Ketdi! 3-shartda har bir jamoadagi ishtirokchilar o'z jamoadoshiga ko'zlari yopiq holatda ovqat yedirishlari kerak bo'ladi. Tayyormisizlar bolalar? Tayyormiz. Ketdi unda. Men oldin guruch topib olay.
Shahzod, o'zingni qayerdan topaman juda. Olgandan keyin ayt. Sal qidirib ko'rasanmi o'zingga yaqinlashib. Ha? Salamiz? Aha. Aha. Oo! Sana topish kerak. Sekin, Topdingmi? Voy, gap yo'q. Qo'shdik bitmadi. Ha, to'xta. Pasroqmi? Mana oldim. Ketyapman. Aha. Voy! Shahzod, toshni topdi deb so'rab. O'tib ketmadingmi ish qilib, qatsa. Navtir, o'zing qimirlamay tur, xo'p? Stop. Shu joyni yana bitta qaytarib ko'ramiz. O'zing qimirlamay tur, xo'p? Tayyormisizlar, jangchilar? Unaqa deb boshladik. Sekin. Shoshma. Tomog'ingmi bu? Shoshma o'zim boraman. Aha. Tiqiymi? Tortyapsizlar. Sekin. Aha. Qani? Shoshma. Yana gapir. Qani? Aha. Qani? Shoshma. Aha. Bo'yningdan kelma. Aha, dadasi. Aha. Yaxshi. Jakob olma, lekin tushib ketishi mumkin. Yana bo'ynimdan kelma. Bo'ynim bu. Shoshma. Aha. Topding? Aha. Tiqyapman. Yaxshimi? Yaxshi, bolalarga yaxshi. Ancha o'piti bormi deyman bularni. Oldin bir-biringizga yedirib yurmaganmizlar ish qilib. Ko'zni bog'la. To'ldimi? Qara, to'lgan, ehtiyot bo'lasan. Jmirabdikta hey yaram ekan. Zo'r. To'shin. Ulug'ini olib kelsang, hop. Radishga tayyorman, davay. To'xtab tur. Gapirdi. Ehtiyot bo'lib kel. Ha, to'g'ri. Aha. Gap yo'q. Ko'rib turganingizdek, bu shartda ikkala jamoa ham ball to'plab ola olmadi. Umumiy ballar esa marhamat ko'rishingiz mumkin. Demak, qutqizgan ishtirokchilarimiz mana shu qaymoqqa sirniy palichkani botirib yeyish kerak bo'ladi. Lekin bu oddiy qaymoq emas, bu sho'r qaymoq va unga mana shu sirniy palichkani botirib yeyishligi kerak bo'ladi. Sizlar bitta olinglar. Endi buni botirib yeyishadi. Bu qattada qilinganmi? Masalan, Ko'rganmisiz? Odam ichib ketib qolmaydi. odamni ichib ketib qolishiga 99% ishonaman. Bismillah deb sekin. Qanaqa? Ta'mi qanaqa? Ishla. Ya'ni What? Yaxshi yeyolsa, mana buni ham sen yeysan, o'rtoq. Men Sen o'ring bitta kelasan. Ya. Realni yeyolmayman, iltimos. Yana bitta. Men yana bitta. Bitta botirib yeysan bo'ldimi? Bitta, mayli, bitta botirib yesangiz bo'ldi. Lekin bu ukamiz Shahzodbekka farqi yo'q. O'tlarni bersanglar ham yeb ketaveradi. Bolalar, reaksiya qanaqa? Senga nima bo'ldi, Almas? Eng sho'r qurtni ham yeb ko'rganman-da. Tuz bo'ladi-yu, prям tuz yeyapmiz hozir. Sizlarga yoqib pishdi bular, qiynalgan. Mazza qildik. Bu mazamiz 1 yilga tatiydi уже. 1 yil mazza qilib yuramiz har doim. Do'stlar, do'st ekanligin ishing tushsa bilarsan. To'g'ri. O'tgan safar sendan pul so'rab turdim, bermading. Janjal bo'ladimi degan. Bu yolg'on bo'ldi lekin. Tezroq mana shu joyda ko'rsatuvni, ya'ni challenge tugatamiz. Keyingi challenjlarimizda ko'rishguncha charchamanglar. Salomat bo'ling.